Hammaga salom. Men sizlarga boshimdan o'tgan voqeani aytib bermoqchiman. Ismim Guli. 2003-yilman. Bundan 2 oy oldin Ali ismli yigit bilan tanishdim. U bilan avval aka-singil bo'lganmiz. Sevinch degan dugonam ular bilan gaplashardi. Shu orqali tanishib qolganmiz. Xullas, Ali akam bilan 1 oy aka-singildek gaplashib yurdik. Mashinalari bor edi. O'qishga tashab qo'yardilar. Qaytayotganimda telqisam olib kelib qo'yardilar. Men oilada bitta qizligim uchun erkin o'sganman. Ko'chaga xohlagan paytim chiqa olardim. Xohlagan paytlari chaqirsalar, ular bilan yo'q demasdan uchrashardim. Bir kuni meni sevishlarini aytdilar. Rosti men ulardan shu gapni naqd 1 oy kutdim. Ali akam bu arada Sevinch bilan urushib ham ulgurgan edilar. Bir kuni Ali akam meni uchrashgani chaqirdilar. Qayerda uchrashamiz desam, ishxonamni oldiga kel dedilar. Ishxonalari men o'qidigan maktabni orqasida edi. Mebel sexlari bor. Kelib terqildim. Chiqdilar. Doimgidek mashinalarga o'tirib, lavash yegani bordik. Ali akam judayam ko'nglimga qarardilar. Kech tushki Bobur bog'ini Namangandagi aylanib uyga qaytdik. Yo'lda qaytayotganimizda qo'lim bexosdan Ali akamni anuvlariga tegib ketdi. Shunda Ali akam, "Guli, bilmay nimadir qilib qo'yding" dedilar. Men ularga, "Atay qilgandirman balki" dedim. Ular kulib, "Hozir" dedilar-da, kimgadir telqildilar-da, meni o'zlarini shaxsiy kvartiralariga olib bordilar. Men u joyda onda-sonda bo'lardim. Ular kuviga olib kirib, menga xolodilnikda kolbasa bor, qovurgin dedilar. Bardoniga tiqdilar. "Voy, o'yjonim" deb baqirib vordim. Men ko'zim chiqib keta dedi. Lekin gaplari sehrladimi? O'zim gap o'zim bo'ysunmasdi. Ali akam naqd 20 daqiqa qoqdilar. Men orada 6 marta bo'shandim. Ali akamlikidan darak yo'q edi. Meni oxiri tezlatib qoqdilar. Meni qaltiroq bosib, o'zimni bilmay qoldim. Ali akam bitta tashagandilar, yuzlarim, mammalarim aralash, qorinlarim hamma yog'imga akamiki oqib ketdi. Keyin o'zimni hatto sezolmasdim. Hamma joy qon aralash, akami oq suvi Ali akam ko'tarib hammomga olib kirdilar. Birga yuvindik. Azgina o'zimga keldim. Keyin qividagi kiyimlarimdan kiyib uyga qaytdik. Soat chamasi 9:30 kechki. Uyga kirdim. Hamma yog'im zir titrardi.